Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Şərq Türkistanda g'oyat zo'r bulut hisoblash markazi qurish Xitoyning qora niyatini ko'rsatib bermoqda. Xitoyning atalmış Şinjanning hisoblash kuchini cho'ng-cho'ngga kirgizish planidagi Xitoy ko'chma xabarlash shirkati Alibaba bulut aqliy hisoblash markazi turining qurilishi boshlangan bo'lib, 8 dekabr mazkur turning boshlanish marosimi va Cho'ngchangning mashinalarini ikkinchi turkum topshirib olish marosimi Qumulning Arıtürk nahiyasida o'tkazilgan. Xitoyning aloqador xabarlarida ma'lum bo'lishicha, mazkur sonliq ma'lumot markazining ko'lami 185 ming kvadrat metr keladi ekan. Planga asosan kelar yilning oxiri bitishi mumkin ekan. Xabarlarda mazkur g'oyat zo'r ko'lamdagi aqliy iqtidorli hisoblash markazi orqali Xitoy o'lkalarining yuqori unumli hisoblash kuchiga bo'lgan ehtiyoji qondirilganligi, Sharq Turkistonning ko'mir, neft, tabiiy gaz, shamol qatorliq energiya boyliqlaridan tannarxining arzon bo'lishidek afzalligidan foydalanganligi da'vo qilingan. Halbuki Sharq Turkistonda qilchi bo'shashtirilmay ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatida Xitoy rejimi Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlariga qarata keng ko'lamda nazorat qilish, biologiyalik farqlantirish, uchurlarni qattiq kontrol qilish qatorliq usullarni qo'llanib kelgan bo'lib, turli ilg'or texnikalar, aslahalar, jumladan sun'iy aql texnikalari vositasi bilan buni ishga oshirmoqda. Sharq Turkistonga g'oyat zo'r aqliy iqtidorli hisoblash markazi qurishmo amaliyoti Xitoyning bu jinoyatlarini texmi unumlik va tez sur'atda ishga oshirish yo'l-yo'riqlari, tashviqotlari bilan mos qadamda bo'lmoqda. Bulardan sirt Xitoyning Sharq Turkistonda aqliy iqtidorli g'oyat zo'r bulut hisoblash markazi qurish harakatlari amaliyotda Amerika hukumati va ko'plagan inson haqlari tashkilotlarining Xitoy ko'chma xabarlash shirkati Alibaba guruhi qatorliq ko'plagan texnika magnatlarini Xitoy armiyasiga chetishlik bo'lish, Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini texnika bilan ta'minlash qatorliq ayblashlarining kuchlik asosga ega ekanligini isbotlab bermoqda. 5 davlat xalqiliq ta'minlash zanjiri haqida ittifoq qurdi. Xitoyning siyrak to'pi monopolligi orqali boshqa davlatlarga tahdid selish qilmishi davomlashayotgan bir vaziyatda Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur va Isroiliya qatorliq 5 davlat 12 dekabr birlikda sun'iy aql uchun muhim bo'lgan Krimni qatorliq muhim mineral moddalarning ta'minot zanjirini qo'g'dash uchun Krimni tinchlik xitobnomasini imzoladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi payshanba kuni bu xabarni e'lon qildi. Bayonotda xitobnomaning muhim mineral moddalar va energiya kirgizish, ilg'or ishlab chiqarish, yerim o'tkazgich, sun'iy aql ul aslahalari va ashyo oboroti qatorliq barliq jihatlarni o'z ichiga olgan bexatar gullangan va yangilik yaratishga asoslangan Krimni ta'minlash zanjiri qurishni maqsad qiladiganligi aytildi. Bayonotda mazkur ittifoqning yangi tipdagi xalqaro tashkilot va hamkorlik ekanligi, davlatlarni dunyodagi eng ilg'or texnika shirkatlari bilan birlashtirib, sun'iy aqlning yangi davrining iqtisodiy yoshirin kuchini aytishni maqsad qiladiganligi bildirildi. Bayonotda Xitoy tilga elinmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy navbatda dunyodagi eng chong Krimni ishlab chiqaruvchi davlat bo'lib, nadir yer elementlari ishlab chiqarishini asosan degudek monopol qilgan vaziyatda turmoqda. Shundaqla Xitoy xalqaro savdo munosabatlarida bu muhim nadir yer elementlarini ko'zir qilib ishlatmoqda va oktyabrning boshlarida uningga qarata eksportni qattiq kontrol qilishni jakarladi. Bayonotda Amerika va uning hamrohlarining aniq o'rtaq tunishga kelganligi, bexatar va ishonchlik ta'minlash zanjiri, ishonchlik texnikalar va chidamliq ul aslahalar davlat kuchi va iqtisodiy o'sish uchun intayin muhim ekanligi tilga olindi. Bayonotda bu harakatning maqsadi Prezident Donald Trumpning iqtisodiy boshqarishning yangi davrini boshlash, Amerika va uning ittifoqdoshlari uchun xususiy mablag' selish, erkin korxona va iqtisodning kuchi orqali tinchlik va bexatarlik yaratish chaqiriqini ilgari surish ekanligi aytildi. Va keyingi texnik ko'p imzo qo'yuvchilarning bu ittifoqqa qo'shiladiganligi mo'ljallanmoqda. Alohida tilga elishga arziydigani dastlabki 6 imzo qo'yuvchining 4ti Osiyo Tinch okean rayonidan. İmza qo'ygan 6 davlatdan boshqa tunji qitimliq Krimni tinchlik yig'iniga Gollandiya, Angliya, Arab Birlashma Xalifaligi va boshqa davlatlarning vakillari qatnashdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu davlatlarning dunyoviy sun'iy aql ta'minlash zanjirining taraqqiyotini ilgari suradigan
muhim shirkatlar va mablag' solg'uvchilarga ega ekanligini bildirdi. Erdo'g'an bilan Putin yuztirani ko'rishdi. Turkiya Prezidentlik Mahkamasi Uchur aloqa ishlari idorasining 12 dekabr bildirishicha, Turkiya Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishganda Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirishni maqsad qilgan tinchlik suhbatlarini yaqindan ko'zlayotganligini va Anqaraning bu tinchlik suhbatlariga sohibxonlik qila oladiganligini aytgan. Erdo'g'an bilan Putin Turkmanistonning poytaxti Ashxobodda o'tkazilgan xalqaro tinchlik va ishonch munbiri doirasida ko'rishgan. Ular ikki taraflik munosabatlar va Moskva-Kiyev urushiga aloqador keng doiralik tinchlik tirishchanliklari haqida so'zlashgan. Erdo'g'anga hamroh bo'lgan Turkiya hay'ati ichida Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan, istixborot idorasi boshlig'i Ibrohim Qalin qatorliqlari bor ekan. Erdo'g'an urushni adil va uzun muddatli tinchlik bilan oxirlashtirish tirishchanliklarining qimmatli ekanligini, har ikki tarafga amaliy foyda beradigan sohalarda ilgirlash hosil qilishning mumkinligini tilga oldi. Erdo'g'an yana Putin bilan Falastin va Suriya vaziyati, shuningdek Janubiy Kavkazdagi tinchlik musofasini muzokara qilgan. Erdo'g'an xalqaro munbarda qilgan so'zida Turkiyaning tinchlik va dialogni asosiy o'ringa qo'yish irodasida ching turadiganligini bildirgan va Turkiyaning Rossiya-Ukraina urushiga aloqador tashabbuslarini o'z ichiga olgan holda urush to'xtatish va mangulik tinchlikni ishga oshirishga qaratilgan diplomatik tirishchanliklarni qo'llashga tayyor ekanligini so'zlariga ilova qilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.